Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana bugun biz sizlarga Begobod shahriga o'rnagan liniyamiz haqida tanishtirib o'tamiz. Bu liniyamiz общий 150 ta qolipga moslangan liniya. Hozirda kuniga 300 ta chiqarishga moslab berganmiz. Bunga polni liniya qilib o'rnatib berganmiz. Katyollari bilan mikserlari, 25 ta qoliplari. Bu chap tarafda turgan ikkita liniya hali ishga tushgan yo'q. Bu liniyalar ishga tushdi. Hozir mana quyganimizga 20 minut, yarim soat bo'lgan ishlarimizni sizlarga ko'rsatib o'tmoqdamiz. Bular hammasi ish jarayonida. Xo'p, bu tarafda rabochi hali ishlamagan qoliplarimiz rabochi tarafda turibdi, rabochi liniyamizda. Hozir mana sizlarga men avtomat reskadagi holatdagi bu holatlarini ko'rsataman. Avtomat reskani hozir guruhimiz a'zolari, ya'ni Texno Gaz jamoasi bugun sizlarga mana shunday ishidan ozgina ilinmoqda. Agarda sizlarga ham mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishinglar mumkin. Albatta video sizlarning ekraningizda yoki YouTube ga kirganingizda chiqib qoladigan bo'lsa, albatta like va podpiska bosishni unutmaysizlar degan umiddamiz. Mana hozir avtomat reskani o'rnatish jarayonidamiz. Avvalo birinchi 4 ta 5 ta qolib quyib qo'yib, undan keyin esa urvinlarga ko'rishinglar mumkin. O'rnatib, yerga qozoqlari qoqib, moshni qilib o'rnatmoqda. Xo'p, bu qoliplarimiz o'zi ishga tayyor, kesishga tayyor. Narigi liniyalarimiz boya aytib o'tganimdek, hali rels o'rnatilmagan. Mana bu chap qo'limizda turgan liniyamizda 20 ta qolipimiz turibdi. Общий 25 ta qolipi bilan katta katyollari bilan, ya'ni katyol ichiga 180 litr suv oladi. Sizlarga suvdan umuman muammo bo'lmaydi. Albatta buni aytmasa bo'lmaydi. Birorta qolipimizdan rasvor bir tomchi ham oqmaydi. Kachistvaga biz javob beramiz. Bu yog'i kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlar chiqadi. Bemalol 24 soat telefon qilsanglar bo'ladi. Like va podpiskani ayamanglar. E'tiboringlar uchun rahmat.